Salom do'stlar, bugungi videomizda biroz intriga saqlagan holda ma'lum bir kasallik haqida gapiramiz, lekin bu kasallikni gapirishdan oldin quyidagi biz klinik vaziyatni gaplashib o'tamiz. Bunda bemor haqida ma'lumotlar beriladi va keyinchalik kasallik haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bemor 65 yosh, 'O'naqay, 20 yildan beri qo'lida titroq sababli tekshiruvlardan shifokorga kelgan. Asta-sekin sezilarsiz bu tremorlar rivojlangan. Vaqt o'tishi bilan sekin-asta kuchayib borgan. Tremor ikkala qo'lni ham qamrab olgan, ikkala qo'lda ham tremor, ya'ni qaltiroq holatlari bor. Uning yozishiga, bemorni suv ichishiga, chashka, qahva bilan boshqa suyuqliklarni ichishda hamda qo'l harakatlarini ma'lum bir amallarni bajarayotganda bu holat yuzaga keladi. Boshqa odamlar esa uni ba'zan ovozida ham qaltirash, titroq borligini payqashadi. Boshqa taraflama tekshirilganda bemor sog'lom, lekin o'zi muvozanatni sal buzilgandek his qiladi. Bir qadah pivo yoki vino tremorni pasaytirgandek tuyuladi bemorda. Bemorda surishtirilganda onasida ham, qizida ham shunaqa holatlar borligini aytildi. Ko'rikda qo'llarini bemorda demak oldiga cho'zish so'ralganda va o'sha barmoq burun sinamasi o'tkazilganda bemorda o'sha 8 gertsaga qaltirash mana quyidagicha yuzaga kelgan. Yozish va spiral chizishda bo'lsa to'lqinsimon, ya'ni bemor yozdirib ko'rganimizda to'lqin turli xil yozuvlarni yozdirganimizda qaltirash tufayli o'sha tekis-bast to'lqinsimon chiziqlar yuzaga keladi. Mushakda tonuslarini bemorni tekshirganimizda normal, lekin bir qo'l bilan ixtiyoriy harakatlar bajarayotganda qarama-qarshi qo'lda tonusda tishli g'ildiraksimon sifat seziladi. Ba'zan bosh va ovozda ham tremor kuzatiladi. Demak, agar siz nevrolog bo'lsangiz, student bo'lsangiz, biroz o'ylab ko'rishingiz, biroz mushohada qilib, bu qanday kasalligi haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Pauza qilib, agar o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, pauzani davom ettirib videoni ko'rishingiz mumkin. Agar siz oddiy tomoshabin bo'lsangiz, ko'rishda davom etishingiz mumkin. Demak, bizda bu kasallik essensial tremor deb ataladi. Demak, 65 yoshlik bemor, 20 yildan beri titroq tremor turi mavjud. U asosan yozish chizishda muammolar sababli yuzaga kelyapti. Boshda ham tremor mavjud. Qolaversa, spirtli ichimlik ichganda bemorda tremor kamaymoqda. Demak, eng ehtimoliy tashxis bizda essensial tremor. Keyingi diagnostik qadamlar miya va umurtqa pog'onasini MRT tekshiruvlar o'tkazish, boshqa kasallikni sinov qilish va davolashda keyingi qadam primidon va propranolol dori vositasidir. Endi batafsil haqida gaplashib chiqsak, demak, tremorni bugungi videomizda differensial tashxis, ya'ni boshqa kasalliklar bilan farqini ko'ramiz. Undan tashqari essensial tremorda qanaqa simptomlar bo'lishi va so'nggi holatda qanday qilib davolash haqida gaplashib chiqamiz. Demak, avvalo mulohaza qilsak, ushbu holat essensial tremor uchun xos, bu bemorning holati, lekin bu holatda Parkinson kasalligini ham o'ylab ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, essensial tremor ko'p harakat buzilishlari, movement disorders degan nevrologiyada yo'nalish bor. Shu kasalliklar sinfiga kiradi va Parkinson kasalligidan ko'ra ko'proq uchraydi kasallar orasida. Undan tashqari essensial tremor bemorni hayotiga xavf solmaydi, lekin bemorni hayot sifatini yomonlashtirishi mumkin. Mushak tonusi ayniqsa qo'llarda tekshirganda tonus oshmagan holatda, ya'ni rigidness deydi ruschada, rigidnesssiz kuzatiladi. Tishli g'ildiraksimon effekt bo'lishi mumkin. Parkinson kasalligida esa shunchaki tishli g'ildirak emas, balki qo'shimchasiga rigidness ham kuzatiladi. Undan tashqari bemorni oldiga qo'llar cho'zib turishi so'ralganda, bunda ham tremor kuzatiladi. Parkinson kasalligida ham ba'zan bo'lib, ba'zan bo'lmasligi mumkin. Essensial tremor kasalligi asosan klinik tashxis qo'yiladi, ya'ni mutaxassis, maxsus nevrolog yoki parkinsonolog tarafidan klinik o'zini ko'nikmasiga tayangan holatda maxsus o'sha mashqlar qildirib, tekshiruvlardan so'ng qo'yiladi va undan tashqari boshqa kasalliklarni istisno qilib olish kerak bo'ladi. Bir nechta farqlari mavjud Parkinson kasalligidan. Misol uchun, Parkinson kasalligida tremor odatda bir necha soniya vaqtdan keyin paydo bo'ladi. Essensial tremorda bo'lsa darrov harakat bo'lishi bilanoq yuzaga keladi. Parkinson kasalligida bemorlar odatda
tinch holatda jag'da til va tremor yuzaga kelishi mumkin, ammo bosh tremori nisbatan essensial tremorga nisbatan kamroq uchraydi. Demak, bizda boshda ham titroq bo'layotgan bo'lsa, Parkinson emas, essensial tremor haqida ham o'ylab ko'rish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari essensial tremorda qo'l tremor odatda harakat qilayotgan paytda yaqqonroq bo'ladi. Demak, tinch holatda bo'lmaydi. Tinch holatda bo'lish bu Parkinson kasalligiga xos hisoblanadi. Parkinson kasalligida eng ko'p qo'llar yon tomonga osilib turganda yoki shu aytganimizdek tinch holatda bo'ladi. Harakatda qilayotganda, harakatga kelganda bu titroq ya'ni tremor, qaltirash yo'qoladi. Essensial tremor nisbatan xavfsiz, hayotda juda xavfli holatlarga olib kelmaydi. Faqat titroqda o'zi bo'ladi. Parkinson kasalligi bo'lsa, titroqdan tashqari kam harakatlilik, vegetativ simptomatika, ya'ni non-motor symptoms deydi inglizchada, boshqa ya'ni motor bo'lmagan kasalliklar bilan birga kelishi mumkin. Parkinson kasalligi undan tashqari rivojlanib borgan sari xotira pasayishlariga, kognitiv funksiyalarning pasayishiga, demensiyaga olib keladi. Demak, quyidagi jadvallarni ko'rib turibsiz. Essensial tremorda boshlanishida ikki taraflama boshlanadi. Parkinson kasalligida nisbatan bir taraflama boshlanadi. Essensial tremorda qo'llar, o'sha halqum, tanalar, boshlar ham titrashi mumkin. Nisbatan Parkinson kasalligida esa asosan qo'llar bo'ladi va mayda qadamlilik yuzaga kelib qoladi. Tremorda xarakteristikasi haqida gapirsak, essensial tremorda ko'proq shu maxsus harakatda paydo bo'ladi. Parkinson kasalligida ko'proq bizda tinchlikda sodir bo'ladi. Essensial tremorda latensiya, ya'ni tremorning boshlanishi darhol boshlansa, Parkinson kasalligida bemor tinch holatda qolgandan keyin bir necha sekunddan keyin boshlanadi. Shu albatta farq hisoblanadi. Demak, tremorlar haqida ko'p gapiramiz. Oddiy tomoshabinga bu tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shu sababli bir ta'rif berib kelsak, tishli g'ildiraksimon tremor bizda rigidness bor. Demak, tekshiruvchi tomonidan qo'l va oyoqni, ya'ni passiv harakatlari paytida xuddi tishli g'ildirak har bitta tishdan o'tganda qarshilik bo'lganga o'xshagan bizga qarshilik kuzatiladi. Bundan tashqari bradikineziya holatlari bor, ya'ni harakatni boshlash, davom ettirishda bemorlarni sekinlashib qolishi, bu bradikineziya deyiladi. Bundan tashqari lead pipe rigidity bor, ya'ni qurg'oqshni qo'riga o'xshash qattiqlik bor. Bu Parkinson kasalligiga uchraydi. Bo'g'im va harakatini butun diapazonida seziladigan nisbatan gipertonus, ya'ni tonusni ko'payib ketish holatlari. Demak, bunda barcha mushak gruppalarida tonus oshganlik ko'rinadi. Bundan tashqari bemorda, sog'lom odamlarda ham uchrovchi fiziologik tremor bor. Juda past amplituda bo'ladi. Ko'z bilan deyarli seziladi yoki sezilmaydi. Har qanday sog'lom insonlarda ma'lum bir holatda turganimizda, misol uchun doribozlarga o'xshab turgan holatimizda yuzaga kelishi mumkin. Fiziologik tremorga ega bemorlarda boshqa tekshiruvlarni qilganimizda nevrologik, ularda asosan sog'lom chiqadi. Undan tashqari bizda fiziologik tremorning kuchaygan varianti ham bor. Yuqori chastotali, yaqqonroq bo'ladi, past amplituda bo'ladi. Ko'zga, oddiy insonning ko'ziga ko'rinadi. Ma'lum bir pozada turganda yuzaga keladi. Dori vositalari, toksinlar natijasida bemorda ushbu holat yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni shu degenerativ kasallik emas bu. Demak, klinik yondashuv, essensial tremor aytib o'tdik, harakat buzilishlari esa eng ko'p uchraydi. Parkinson kasalligiga qaraganda undan farqi nisbatan yengilroq, ya'ni faqat tremorni o'zi bilan cheklanadi. Boshqa nevrologik buzilishlar kechmaydi. Asta-sekinlik bilan rivojlanadi. Ba'zi hollarda o'smirlik davrida ham kamroq bo'lsa ham rivojlanishi mumkin. Nisbatan yoshroq rivojlanadi. O'rta va katta yoshlarda boshlanadi. Eng ko'p tarqalgan belgi qo'llardagi o'sha harakatdagi yuqori pastga titrashi, qo'llarda, oyoqlarda, bosh, til va hatto ovozda ham, ya'ni halqumda ham yuzaga kelishi mumkin. Asosan o'ziga xos belgisi qaltirash ikkala qo'lni ham jalb qiladi, ya'ni o'ngda ham, chap qo'lda ham bir vaqtda bo'ladi. Lekin ba'zi holatlarda bir taraflama ham boshlashi mumkin, lekin bunday bemorlarda vaqt o'tishi bilan ikkinchi taraf ham vaziyatga qo'shiladi. Demak, tremor o'ziga xosligi, yana takrorlaymiz, ixtiyoriy harakatlar
paytida yuzaga keladi. Misol uchun, bemor stakanda suv ichmoqchi bo'lganda, yozmoqchi bo'lganda, ninalardan ip o'tkazmoqchi bo'lganda, mayda harakatlar bajarmoqchi bo'lganda yuzaga keladi. Mayda o'sha harakatlarni bajarish bemorga qiyinchilik tug'diradi. Charchaganda, xavotir, stress, depressiya, haroratda o'zgarish holatlarida tremor kuchayadi. Uyqu paytida va tinch holatda tremor yo'qoladi. Kam miqdordagi spirtli ichimliklar, misol uchun, pivo yoki vino bir qadahda bemorlarda yarmida, ya'ni 50% bemorlarda tremorni kamaytirishi mumkin. Lekin bu bilan biz spirtli ichimlik ichishga davolaydi degan ma'no bermoqchi emasmiz. Sekin-sekin bu spirtli ichimliklar ahvolni battarlashtirishi ham mumkin. Tremordan tashqari yengil ba'zida bemorlarda muvozanat, ya'ni yurishda qiyinlashish, yiqilib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin, lekin kamroq bo'ladi. Maxsus testlar yo'q. Ya'ni o'sha nevrologni yoki parkinsonologni maxsus tekshiruv asosida, bu fikrlash asosida bu diagnoz qo'yiladi. Demak, kelib chiqishda bemorlarning yarmida o'sha autosom dominant genetik mutatsiya tufayli, ya'ni irsiy holatda yuzaga keladi. Bu holatlarga o'sha xavfsiz oilaviy tremor deb tashxis qo'yish mumkin. Ma'lum genetik mutatsiya aniqlanmagan bemorlarda esa hozircha to'liq qanday yuzaga kelishi tushunmagan holatlar ham bor. Lekin ba'zi bemorlarda PET degan maxsus MRTga o'xshagan kuchliroq apparat bor. Shunda tekshirganda talamusda faollik oshgan holatlari kuzatiladi. Hozirda bu kasallikni kelib chiqishini o'rganishda turli xil ilmiy tadqiqotlar ham olib borilmoqda. Demak, tashxis qo'yishda essensial tremor va Parkinson kasalligidan tashqari tremorning boshqa sabablari ko'rib chiqish kerak. Distoniyalar, misol uchun ko'proq asimetrik bo'ladi, silliq va sensoriy harakatlar va o'sha uchuvchi harakatlar bilan bo'lishi mumkin. Soft kinetik va intensiv tremor, demak, miyachani zararlanishi bilan ham yuzaga kelishi mumkin. Gipertireoz, adrenalin faollikni oshishlari ham yuzaga kelishi mumkin. Demak, aytib o'tganimizdek, essensial tremor klinik tashxis boshqa kasalliklarni istisno qilib olish kerak. Misol uchun, halqosimon bez, og'ir metallardan zaharlanish, metabolik va tizimli kasalliklarni ham istisno qilib olish kerak. Ya'ni kerak bo'lganda tekshiruvlarni o'tkazish kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, mutaxassis bemorni diagnozini tashxislash uchun, aniq qilish uchun MRT va boshqa shunga o'xshash neyrovizualatsion tekshiruvlarni ham tavsiya etish mumkin. Keyin tremorda eng ko'p tarqalgan turlari o'sha tinchlikdagi tremor, ko'proq o'sha tinch holatda Parkinson kasalligida bo'ladi. Pastoral tremor o'sha gravitatsiyaga qarshi holatda yuzaga keladi. Harakat paytidagi o'sha biror bir harakatni qilayotganda va maxsus vazifaga xos suvni ichayotganda, biron narsa yozayotganda va intension o'sha maxsus biror narsaga maqsadli yo'nalganda qantirash yuzaga keladi. Demak, endi essensial tremorni davolashga kelsak, ba'zi bemorlarda shu davolash yengil holatda kerak bo'lmasligi mumkin, lekin kuchayib borgani sari jiddiy bemorda tashvishlar yuzaga keladi. Shunday holatlarda dori-darmonlarga qo'shish kerak bo'ladi. Bemorda ba'zi ishlarni qiyinlashtiradi albatta kundalik hayotida. Shu sababli bemor ijtimoiy chekinish, izolyatsiya, jamiyatdan chekinishi, xijolat bo'lishi, stressga, depressiyaga tushib qolishi mumkin. Shularni nazorat qilish uchun ma'lum bir dorilar ishlatamiz. Bu dorilar beta blokatorlar va antiepileptik dorilardan pirimidon hisoblanadi. Beta blokatorlar odatda arterial gipertenziyani davolashda qo'llanadi, lekin essensial tremor davolashda ham samarasi bor. Propranolol, ya'ni bizda anaprilin nomi bilan dorixonalarda mavjud. Bu dori ayrim bemorlarda o'sha tremorni kamaytirishga yordam beradi. Biroq beta blokatorlarni o'ziga xos qo'llashga qarshi ko'rsatmalar bor. Qari keksalarda bosh aylanishi, sarxushlik, xotira pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'proq o'sha yosh bemorlarga qo'llash yaxshiroq hisoblanadi. Albatta, puls nazorat holatda va EKG holatlarini yurak kasalligidan istisno qilib, undan tashqari o'sha qandli diabet, astmani istisno qilib bu dorini qo'llash kerak. Antikonvulsantlar, masalan, pirimidon, beta blokatorga javob bermaydigan bemorlarda ko'rib chiqilishi mumkin. Epilepsiya, odatda bu dori epilepsiyaga, ya'ni tutqanoqlar uchun ishlatiladi, lekin tutqanoqlarga ishlatilgan dozadan kamroq dozada ishlatiladi. Nojo'ya ta'sirlari shu bemorda xuchallik, jigarda kasalliklarga olib kelishi yoki kalsiyni kamaytirib olishi mumkin.
lekin bu holatlar o'sha yuquchanlik, grippga o'xshash holatlar vaqtinchalik bo'ladi va o'tib ketishi mumkin. Bundan tashqari, trankvilizatorlar, misol diazepam, alprazolam kabi holatlar ishlatish mumkin, lekin bunda nojo'ya ta'sirlar, chalkashlik, xotiraning pasayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bemorlarda bosh va ovoz tremorlari yuzaga kelgan holatda botuliotoksinni ishlatish mumkin. Neksi 3 oygacha bemorlar simptomlarini yo'qotib turadi. Davolash mobaynida bemorlarda zaiflik, ba'zi barmoqlarda zaiflik yuzaga kelib qolishi mumkin. Agar bemorlarda ushbu dorilarga javob bermasa, tremor kuchayib borsa, jarrohlik amaliyoti ham albatta ko'rib chiqish mumkin. Misol uchun deep brain stimulation bor, ya'ni miyaga implantatsiya orqali amalga oshiriladigan davolash turi hisoblanadi. Bu ham operativ yondashuvga kelib chiqish tavsiyasi asosida neyroxirurglar tarafidan qilinadi. Albatta, e'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Agar shunaqa bemorlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, jo'natib qo'yishingiz mumkin. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.